Gap GPT kanali tomonidan tashkil etilgan Sumalak xayriya bazmi yana bir ezgu ishga sababchi bo'ldi. Samarqand shahrida joylashgan Saxovat qariyalar uyiga 6 ta muzlatkich ehson qilindi. Ehson bazmda ishtirok etishni istagan hamyurtlarimiz tomonidan sotib olingan chiptalardan tushgan mablag' evaziga qilindi. Maqsadimiz ushbu bazmda nafaqat vatandoshlarimiz bilan uchrashish, balki yoshi ulug' insonlarni ham quvontirishga harakat qilish. Yaxshilik davomli bo'lsin. Men Surayyo Nasrullayevnaman. Qo'llab-quvvatlash markazida 2019-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Shunday chet davlatda yursangiz ham, vatandan uzoq bo'lsangiz ham, vatan muhabbati, insonga nisbatan bo'lgan mehr muhabbatingizni yo'qotmaganingizga, mana shunday shularning holidan xabar olganingizga men o'z nomimdan, mana shu yerda yashovchi qariyalar nomidan sizga katta rahmat aytmoqchiman. Albatta siz ularni mana shunday ko'nglini ko'tardingiz, sizni Allohning nazarida bo'lib yurishingizni, sizni Alloh unutmasligini tilab qolaman. Qizlar hammalaringizga rahmat. Yigitlar bo'lsa shu o'tirishlarda yigitlarga, qizlarga, hamma yoshlarimizga katta rahmat aytmoqchiman. Albatta ularning qilgan ishlari, ularning mehr muhabbatlari darrov mana shu kunlari shularga bilinib qoldi. Katta rahmat sizlarga. Hammalaringni duo qilishdi. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Kattadan katta rahmat deymiz. Mana hozir bemalol produktlarimizni saqlashimiz mumkin. Ovqatlarimizni ham solib qo'yishimiz mumkin. Chin ko'nglimdan katta rahmat demoqchiman. Chunki mana bizga shuncha yordam qilyaptilar. Hech kim yordam qilmagan yordamni qilyaptilar bizga. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Hammasi kalon rahmat. Sog' salomat bo'ling, omadli bo'ling, baxtli bo'ling. Mushkuralaringiz oson bo'lsin, xorijlaringiz ravon bo'lsin, murodlaringiz hosil bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'ling. Farzandlaringizning rohatini ko'ring. Kelgan ehsonlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Va rabbil alamin oshin Allohu akbar deb duo qilgandi. Ilohi amin.